Hurmatli yurtdoshlar, yana hozir ayni damda Yangi Bozor tumani jinoyat ishlari bo'yicha sud binosining oldida turibman. Soat 2 da sud boshlanishi kerak. Hozir bir necha daqiqalardan keyin boshlanishi ham mumkin. Kutib turibmiz. Bir taraf kelgan, ikkinchi taraf hali kelmadi. Hamma to'liq yig'ilgandan keyin sud boshlanadi. Qani ko'ramiz, bu ikki o'qituvchi sudida haqiqat qaysi tomonda bo'ladi ko'ramiz. Lekin jabrlanuvchi ayol kishi tomon bo'lib turibdi hozir. Chunki Xiva tumani prokurorining tergovchisi to'g'ri ayblov xulosa qo'yib 6 modda bilan qo'ygan statiyaga nechundir bugungi kunda Yangi Bozorda hozir o'sha harakatlarni qilgan nargi o'qituvchiga nisbatan oqlash bo'lmoqchi deb mana shu hozirgi jabrlanuvchi aytayapti. Ko'ramiz, agar biza sudga kirib bilsam, tinglovchi sifatida ishtirok etib chiqaman, jarayonni kuzatchakman. Men bilasizlar, xolis insonman, hech kim tarafidan emasman. Bu yoqdan men haqiqatni izlab yurgan bir blogerman. Kuzatishda davom etinglar, qani ko'ramiz, adolat kimning tarafida bo'ladi ekan. Va sudimiz nima deydi, har tomonlama o'ylab qarorni chiqaradi deb umiddamiz. Hurmatli yurtdoshlar, hozir suddan chiqdi, hukm o'qildi. Bir narsa meni qiziqtirib qoldi. Tinglovchi sifatida men xolis yondashaman dedim. Xiva tumani zam prokurori, tergovchisi ayblov xulosani qo'yadi. Yangi Bozor tumanining zam prokurori ayblovdan voz kechadi. Nechun? Sabab, savolim shu yerda bo'lib turibdi meni. Nechun ayblov xulosadan to'liq voz kechildi? Ina savol sizlarga. Juda qiziq holat. Bir ayolning sha'ni, qadr qimmati, obro'si neda qoldi unda? Nechun yil bo'ldi? Menda savoldim ko'p Yangi Bozorning zam prokurorina. Odilbek aka, balkim javob berarsiz. Hozir bir to'xtama geldim. Bu vaziyatni albatta Xorazm viloyati oila va xotin-qizlar boshqarmasi boshlig'i Nigara Masharipovna yo'llayman bu bo'la turgan jarayonni. Biz endi hozir Yangi Bozor tumani zam prokurori Odilbek akadan men so'rab o'tirmayman, nechun voz kechdingiz deb. Chunki ayblov xulosadan voz kechish uchun bir asos bo'lishi kerak. Mening qarorda asos bo'lishi kerak. Nima asos bo'ldi bilamiz. Sudya hozir aytib turibdi, prokuror o'zi qo'ygan aybini o'zi kechdi deb aytib turibdi, lekin nechun kechdi? Men shuni bilmay turibman. Shuni bir aytmadi asoslab, nechun kechganligini men shuni biljakman. Oila va xotin-qizlar boshqarmasi boshlig'i Nigara Masharipovna iltimos etaman, o'sha Gurlan tumanining ingliz tili fani o'qituvchisini sha'nini, obro'yini qaytadan himoyalab berishingizni so'raymiz. O'zingiz shaxsan shu masalada aralashib, bir to'g'ri yondashib bersangiz yaxshi bo'lar edi. Bir turmushga chiqmagan qizni taqdiri hal bo'layotir bu yerda. Qaysidir bir bola meni rasmlarini Instagramda tarqatganligi hamma narsa isbotlanib, hamma narsa ekspertizadan kelib turib, Xiva tumanining tergovchisi hamma narsani isbotlab, ayblov xulosa qo'ygan edi, Yangi Bozorda oqlanib tursa, bu menimcha bir mantiqa to'g'ri kelmaydi deb o'ylayman. Shuning uchun men bu yerda oila va xotin-qizlar boshqarmasi boshlig'idan yordam so'rayman. Nigara Masharipovnadan va o'ylaymanki, bizning Xorazm viloyatini bir turmushga chiqmagan qizimizni sha'nini, obro'yini himoyalab berasiz degan umiddaman. Bu qizga psixologik yordam ham kerak. 2 yil davomida уже bo'lari bo'libdi bu qizni. Men o'zim jonima qasd qilish darajasine yetdim. Hech kim meni eshitmay turibdi deb ina hozir bizlara yig'lab, qisinib turibdi. Ne adolat topdim men bu yurtda dedi. Ne bir meni sha'nimni bir himoyalab beradi dedi. Bir emas 2 yerdan men zarba oldim deb aytib turibdi hozir. Ma'naviy ham, jismoniy ham va nasiysiy xarakterda bu, ya'ni hozir men nima deydi, rasmiy so'zda hozir ayta olmayman o gapni, ish qilib nasiysiy действияларni ham ko'rgan bu qiz. Shuncha o'ylaymanki, yordam berasizlar va albatta men sizlarga hamma bo'lgan jarayonni tashlab beraman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bu masala juda ham bir global masala. Buni yaxshilab, yana qaytadan tekshirib, qaytadan o'rganib chiqish kerak deb o'ylayman.